Bir qishloqqa bordik dedi. Bu taqdirga sabr qilishlik haqida. Qishloqqa borib o'tib ketayotib, bitta ikkita uylar bor ekan, haligi uyga to'xtadik. Ayol kishi chiqdi uydan. Qala va ma sha'nukum qalat. Nima ishinglar bor meni uyim yonida dedi. Biz aytdik, biz safardagi qavmimiz birinchisi. Ikkinchisi biz och qoldik. Taomimiz yo'q, musofirmiz, yo'l ibn sabil deylar. Deganda sizlar meni uyimga qadam qo'ymasdan mana shu joyda turib turinglar. Men sizlarga taom tayyorlab beraman, mehmon bo'lib ketasizlar debdi. So'ngra haligi ayol kishi taom tayyorlashligini boshladi dedi. Taom tayyorlab turgan vaqtida uzoqdan tuya ko'rindi. Haligi ayol tuyaga qarab turib, tuya meni o'g'limni tuyasi. Ustida minib turgan meni o'g'lim emas. Ishqilib tinchlik bo'lsin dedi. Biz aytdik bir mavzularda eskilarning farosati kuchli bo'lgan deb. Kim o'g'limsan, falonchini o'g'limsan deb aytib turardi eskilarimiz. Hozirgilar aytolmaydi. WhatsApp'ini ko'rsatsangiz, falonchi deydi. Tanmaydi hozir. Uzoqdan kelayotgan tuya meni tuyam dedi. Farzandimni tuyasi edi. Tinchlik bo'lsin, mingan meni farzandim emas dedi. Tuya yaqinlashdi. Yaqinlashib kelgandan keyin ya umma aqil dedi. O'g'lini aqil ekan. Ey aqilni olasi, azzamallohu sabrakum. Alloh taolo sabrlaringni ziyoda qilib bersin. Aqil o'ldi dedi. Farzandingiz o'ldi dedi. Qalat va ma sababu mautuhu. O'lganligini sababi nima dedi? Tuyalarni boqib yurganda hammasi to'planib, bu o'rtasida qisilib qolib o'ldi, jarlikka tushib ketdi dedi. Qalat va ma sababu mautuhu. Qaytadan so'radi. O'limini sababi nima dedi? Bu yana javobni qaytardi. Tuyalarni hammasi to'planib, o'rtasida farzandingiz, bolangiz aqil qisilib qoldi, so'ngra jarlikka tushib ketdi dedi. Tuyadan tush dedi boyagi ayol. Tushgandan keyin mana u pichoq dedi. Bitta qo'yni olib chiqib so'y, taom tayyorlaylik. Sen ham charchagandirsan dedi. Baqirmadi, yig'lamadi, to'polon qilmadi. Haligi ayolni qarang, farosat deyiladi. Mehmonni haqqini ado qilishlik degan narsa esiga tushdi-da, men senga qo'y so'yib beraman dedi. Qo'yni so'yib taom tayyor bo'lib turgan vaqtida taom berilgandan keyin men qiynalib ketdim dedi boyagi ayol kishi. Hal fikum shay'un min kitabillah. Allohning kalomidan o'qib bermaysizlarmi? Men bir o'zimga kelay dedi. Haligi ayol aytibdi. Menga bir Qur'on o'qib beringlar, bir nafsim taskin topsin dedi. Hozir biz o'qib bergan oyatni o'qib berdi. Va bashshiris sabirin allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Sabr qilganlarga bashorat bering deyapti Alloh taolo. Allazina iza asabatuhum musiba. Ularga musibat yetadigan bo'lsa, qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz hammamiz Alloh taolonikimiz va hammamiz Alloh taologa qaytamiz. Bu masjid gapirayotgandan ham, eshitayotgandan ham bo'shaydi bir vaqt kelib. 10 yil, 100 yil undan oshiq emas. Hamma ketadi. Inna ilayhi roji'un. Biz Alloh taologa qaytamiz. Davomichi allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ulaika alayhim salavatun min robbihim va rahmah. Sabr qilayotgan insonlarga deyapti Alloh taolo, salavatun min robbihim, Robbisidan bo'lgan duolar va rahmatlar yog'ilsin dedi. Qolat haligi ayol kishi to'xta dedi. Ahaqqan haza fi kitabillah? Haqiqatan hozirgi o'qiganing Qur'on Karimda bormi dedi. Eshitmagan ekan mana shu oyatni. Hozir o'qigan oyating Qur'oni Karimda bormi dedi. Ha, Baqara surasida bor dedi. Ayol kishi qo'lini ko'tarib duo qildi. Ey Robbim dedi. Men farzandim o'tganligiga seni oyatingga muvofiq sabr qilaman. Sen menga oyatingga muvofiq jannatni berib rahmatingni yog'dirib qo'y dedi. Farzandim o'tganligi uchun sabr qilaman oyatni eshitganimdan keyin. Xuddi oyatning davomidagi mukofot qanday bo'lsa, endi o'sha mukofotni menga bergin ey Robbim dedi. Shuning uchun ayniqsa
Aqdarillah degan, mana bu taqdirni masalasidagilar bir musibat yetadigan bo'lsa sabr qilaylik birodarlar. Sabrni tagi oltin deydi. Sabr eng zo'r narsa. Sabr qilishlik kerak. Hayot doim siz bilan men aytgandek ketavermaydi. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin.